G'alati bo'lib ketdim to'g'risi. Kecha bozordagi top ekspertlardan biriga dars o'tgani bordim. Spiker sifatida mehmon qilib taklif qilishuvdi. Ularning kursiga borib dars o'tayotganimda bitta qiz meni atmetka qilib storiesga qo'yganini ko'rdimda, to'g'risi g'alati bo'lib ketdim. Mehmon spiker deb Risolat Umidovnani taklif qilishgan ekan. To'g'risi boshida ikkilandim. Chunki oxirgi marta sahifalariga kirganimda hamma yo faqat Get Ready With Me trend videolar bo'lib ketgan edi deb boshlaganlar storiesni. Keyin ikkinchi storiesda lekin kelib dars o'tib berganlaridan keyin men tushundimki, ulardan o'rganadigan hali narsam ko'p ekan, juda kuchli mutaxassis ekanlar deb yozib qo'yganlar va uchinchi storieslarida o'sha mendan nimalar o'rganish mumkinligini keltirib yozib berganlar. Balkim to'g'ri, qanchadir muddat dam olgandirman. Ko'proq o'zim bilan blogimni tashlab qo'ymay deb qanaqadir trendlar, balkim live kontentlar ko'proq qo'ygandirman. Endi kontentlarga keladigan bo'lsak, kontent ham hayotdan kelib chiqadi. Agar hayotingizda shunaqa kontent qilishni xohlamasangiz, aynan shunaqa mutaxassisligi foydali bo'lishni xohlamayotgan davringiz bo'lsa, Instagramda ham shunaqa ko'rinasiz. Men o'z Instagramimni oyna deb hisoblayman. Hayotimda qanaqa etap bo'lsa, o'sha narsani ko'rsataman. Mana hozir lekin yana ishlashni boshladik. Aktivni kontentlar qilyapmiz. Ko'proq mutaxassislarga foyda olib kelishni boshladik. Foyda olib turish uchun esa meni sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.